Esselamu aleyküm aziz gül şeydaları. Mana bu gülümüz Dreamoopsis deb nomlanadi. Bu gülümüz gülleri bilan emas, bergleri bilan juda ham go'zal. Chunki gullari unchalik ko'rimli emas. Mana shunday gulg'unchalar chiqazadi va unchalik chiroyli emas. Berglari lekin yam-yashil bo'lib, ko'zlaringizni quvontirib turadi. Bu gülümüz deyarli şu paytgacha her kuni mana bunday kichik mayda berglerini her kuni chiqarib, rosa berglari yashnab o'sayotdi. Lekin bir oydan beri mana bunday gulg'unchalar chiqarib, gullab yotibdi. Mana hamma kuchi mana shularni rivojlantirishga ketyapti. Urug'larni rivojlantirishga, gullarini gulg'unchalarini o'stirishga ketyapti. Dreamoopsis gülümüzni gulg'unchalari paydo bo'lishi bilan mana shunday pastki qismidan o'tkir tozalangan, sterillangan pichoq bilan mana bu joyidan qirqib olib tashlash kerak. Shunda mana bunday yangi barglari yana ham gullab yashnab, chiroyli bo'lib, yam-yashil bo'lib turadi. Gulg'unchasini ehtiyotlik bilan mana shu joyidan qirqib olib tashlaymiz. Mana bu gulg'unchalarni qirqib olib tashladik. Mana agar qirqilmasa mana shunday bir oylab tursa o'zi sarg'ayib sekin tushishni boshlaydi. Lekin ungacha gulni ancha kuchi mana shularni yetiltirishga ketib qoladi. Undan ko'ra mana shunday paydo bo'lishi bilan qirqib olib tashlash kerak. Gulg'unchalari qirqilib, gulimiz ancha chiroyli holatga kelib qoldi. Mana endi ertadan boshlab sug'orishni, oziqlantirishni boshlaymiz. Chunki bugun qirqilgan gulkurtaklarni o'rinlari qurishi kerak. Mana yaqinda ekib qo'ygan geran gulimiz yangi barglar chiqarib, juda yaxshi o'sib rivojlanib turibdi. Bugun yana Xitoy atirgulidan bir necha qalamchalar qirqib, oddiy tozalangan suvga aktivlashtirilgan ko'mir tabletkasini solib, mana suvga solib qo'ydim. Buni ham ildiz chiqarishini kutamiz. Aziz gul shaydolari, hammangizni xonadoningizda chiroyli gullar yayrab yashnab, barq urib o'saversin. Gullar parvarishida barchaga omad yor bo'lsin.